Kitob, bilim va tafakkur mahsuli, insonni ma'naviy kamollikka yetaklovchi muhim vosita omilidir. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan yoshlar uchun 1000 kitob loyihasi ilm, tafakkur va tarjima kuchini birlashtirgan eng yirik madaniy harakat sifatida o'z samarasini bera boshladi. Bugun ana shunday 1000 kitob karvoni doirasida Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga Yoshlar ishlari agentligi tomonidan turli yo'nalishdagi yangi kitoblar hadya qilindi. Yoshlar uchun 1000 kitob loyihasi doirasida respublikamiz bo'ylab kitoblar karvoni tashkil qilindi. Ushbu karvon doirasida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bizning axborot kutubxona markazimizga ham 27 nomda 270 nusxada turli nomdagi juda qiziqarli kitoblar taqdim qilindi. Bizga taqdim qilinayotgan ushbu kitoblar kitobxonlarimizga va bizga juda ham katta quvonch va xursandchilik baxshida etdi. Bunday tashabbusni ilgari surayotgan yurtboshimizga hamda Yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Aytish joizki, ushbu loyiha dunyoga mashhur mualliflarning asarlari, ilmiy va badiiy kitoblarni o'zbek tilida jamlab, yoshlarimizga dunyoni o'rganish, fikrlash va ilhomlash imkonini beruvchi katta platformadir. Bu kabi 1000 kitob karvoni yurtimiz bo'ylab davom etmoqda.